Gap egasini topadi. Bu gapim vijdonsiz ustaligi. 1 kilo urishi mumkin, 2 kilo urishi mumkin. 4 kilo ham uradimi? Hatto urilsa 2 kilo ketadigan freonga 6 kilo freon urdim deb uribdi. Mana hozir ko'rasizlar jarayonni. Mana shu akam Qoraqalpoqdan olib keldilar mana shu motorni. 3 marta zapusdan keyin o'chib qoldi dedilar. Mana shunga lekin 6 kilo freon solishdi-da. Qancha ketdi? Ana o'zingiz oldingizdan aytsangiz. 6 kilo ketdi deydi. Endi nima deydi? Ustalarning bitta sirini ochamiz endi. Qabul bo'lmaysizlar? Mana hozir shunda 1 kilo 482 gram. 1 kilo 900 freon tortib olindi. Lekin 6 kilo emas. Mana xudo xolasa, bu motor ochamiz. Birey motor qo'yib olamiz, ko'kani ochib. Mashinaga qo'yib beramiz. Bu o'zining eski motori. Mana o'ziniki yangi qilib ko'kani ochib, yangi qo'yib yuboramiz konsertlarni. Payka qilindi, paykadan keyin yana bitta tekshirib olinadi. Xudo xolasa ishlayapti. Ha, teskari qo'yib qo'yishibdi lekin uni. Motorlar qo'yib berdi. Akamizga mana tortib olgan freonimiz o'zlariga berib yuboramiz. 6 kilo freon. Bunda. Ustani o'ziga olib boradilar. Hani bir suhbatini olsinlar nima deyirkan. Necha kilometrdan keldi shunda? 1200 kilometrdan keldim. Yo'q, 1200 kilometrdan keldilar. 1200 kilometrdan kelib motorlarni alishtirib 6 kilo freon bilan tortib oldim, mana uni joyiga qaytarib yana ustiga olib ketyapmiz. Mana shunga yana 6 kilo freon solib ishlatib bersalar kerak.